burunqi zamonda Ahmad Shah degan xalqparvar, odil bir podsho o'tgan ekan. U podshoning Namdul, Hamdul, Navul, Nahim ismli 4 o'g'li bor ekan. Ular faqat 1 yoshdan farq qilar ekan. Ular 12 yoshga kirguncha ilm, hikmat va harbiy mahoratda kamolatga yetibdi. Podsho o'g'li chiqqanda bolalarni bilelib chiqadi ekan. Shahzodalar dadasiga ergishib yurib, o'q qilishni o'rganibdi. Bir kuni cho'ng shahzoda Namdul 3 qayrindishini bir yerga yig'ibdi. "Uqullarim, biz cho'ng bo'ldik. Endi dadamizga ergishib yuravermay, o'z oldimizga o'g'lab kelaylik. Qandoq deysizlar?" Uqullari oksining deganlarini to'g'ri tepibdi. 4 o'g'il birlikda shah huzuriga kirib, dadasiga salom bajo keltiribdi. Javob salomdan keyin shahzoda Namdul dadasiga qayta hurmat bildirib, mundaq debdi: "Shoh ota, biz necha vaqtdan beri sizga ergishib o'qildik. Endi bizda o'z oldimizga o'g'lab kelsak degan istak tug'ildi. Bu orzuyimizning amalga oshishi ijozatingizga bog'liq." Podshoh balalarning talabini o'rinliq bilib, ko'ngilda "Balalar cho'ng bo'pti. Bular chiniqishi, issiq sovuqni beshidan o'tkazishi zarur. Uning ustiga bular yolg'iz emas. Barsa barsin," deb o'ylabdi. "Balalarim, tilakinglarga asosan o'g'il chiqishinglarga ruxsat qilaman. Lekin 3 kundan keyin qaytib kelinglar. Agar 3 kun ichida qaytib kelmasanglar, orqanglardan izlab chiqishga majbur bo'laman. Dadanglarni, onanglarni intizor qilmanglar, andishiga solmanglar." Shahzodalar xushal bo'lishib, dadasiga minnatdorlik bildiribdi. Podshoh o'g'illariga yana 16 chavandozni qo'shib beribdi. Shuning bilan 20 otliq ovchi yo'lga chiqibdi. Ular mengibdi. Lekin hamma jon-jonivorlarni yer yutib ketgandek, o'qilg'udek biror narsa uchirmabdi. Ular dasht cho'llarni kezib, xeyli yiroqqa ketib qopdi. Oradan 9 kun o'tib ketibdi. Oziq-tuligim tugabdi. Bu chaqda ular ko'p-ko'k, farqiroq, egiz bir yerga chiqib qopdi. Ular bundoq yerda ko'rib boqmag'achqa hayron bo'lishibdi. Pastda yop-yeshil bir o'tloq yelpinib turgan ekan. Otlarni bir-biriga chetib, shu o'tloqqa qo'yib etibdi. Ochliq ham yo'l azobi dastidan holidan ketgan yigitlar ko'p-ko'k yerning ustiga yetishi bilanla ko'zi uyquga ketibdi. Kenji shahzoda Nahim tush ko'ribdi. Tushida shundoq ish ko'ribdi. U shundoq yerga qarasa, kun desa ko'zi bor, oy desa og'zi bor. Suratdek chiroyli bir qiz o'ziga qarab kulib turg'udek. Qiz Nahimga xushxo'ylik bilan salom beribdi. Hem uning ismini so'rabdi. Nahim ismini aytib beribdi. Qiz "Qani ko'rishayli" deb qo'lini uzatibdi. Nahim qo'lini qiz tarafga so'zishi bilan qo'li yerga tegibdi. Qiz qaqoqlab kulib etibdi. Uning jarangliq kulki ovozi oltin qo'ng'iroqdek yangrab ketibdi. Nahim cho'chib ko'zini ochsa, tushi ekan. U darhol o'rnidan qo'pib, atrofga ko'z yugurtibdi. Bir osmonga, bir yerga qarabdi. Shu chaqda yerda o'z aksini ko'ribdi-da, bu yerning aynak tog' ekanligini bilibdi. Tushida ko'rgan qiz ko'z oldida g'uva namoyon bo'pti. U osmon aynakda aks etmoqda. Men bir soyib jamolning sho'sini ko'ribdiman, deb o'ylabdi. Shuning bilan u bu sirni ochmoq bo'lib, yiroq-yiroqlarga nazar soldi. Nerisida bir tut daraxt ko'ribdi. U boshqalarni uyg'otmay, bir besib, ikki besib daraxtning yeniga beribdi. Bu bir tip yosh chinar daraxti ekan. Qarasa, chinarning qo'lida "Shahzoda Nahim, aynak taqqa kelgandan keyin farizatlar makonini ko'rmay ketmang" degan xat yezilgan bir taxtay esiqliq turg'udek. Nahim buni ko'rib hayron qopdi. Shu chaqda tushida ko'rgan qiz yana ko'z oldida jilmalanibdi.
Ko'ngilda shu qizni izlab tepish istiki tug'ilib, aqllariga to'ydirmay, etinimi olmay, yayoq peticha taxtayni elib, yo'liga ravon bo'pti. U bir kecha kunduz yo'l menibdi. Oxir darmondan ketib, bir oz aram elib olish uchun o'ltirib, ko'zi uyquga ketibdi. Shu asnoda "O'g'lim, tur o'rningdan" degan sado anglanibdi. Nahim ko'zini ochib qarasa, soqoli kumushdak oppoq, nurani bir bo'y turg'udak. "O'zing yolg'iz bu cho'lga qandoq bo'lib kelib qolding?" "Buva, o'qilish uchun chiqqan edim. Aynak taqib kelganda Parizatlar makoniga taklif qilingan bu taklifnomaga yo'liqib qoldim. Meni o'z makoniga taklif qilgan sohibxonga rahmat aytish uchun ularni izlab mangdim." "G'ayratingga barakalloh o'g'lim. To'limi qiyin yo'lga kirib qapsan. Yigit so'zidan, yo'lvos izidan qaytmas degan gap bor. Menmo seni yo'lingdan to'smayman. Quloq sol. Gaplarimni esingda ching tut. Kun chiqish tarafga qarab mengayversang, yo'g'on bir qizil darvozaga yetib borasan. Uning ichiga kirsang, ikki tarafda ikki bog' ko'rinadi. So'l tarafdagi bog'ga kirib qolguchi bo'lma. O'ng tarafdagi bog'ga kirib, bog'ning o'tirsidagi yo'l bilan mangsang, oldinga bir marmar ko'vrik uchraydi. Ko'vrikdan o'tsang, ikki tarafiga majnuntol qo'yilgan yana bir yo'lga chiqasan. Shu yo'l bilan mengaversang, bir yeshil darvoza oldiga yetib borasan. Bu sen izlagan Parizatlarning makoni. Bu yerda Qahnur Shohning qizi Malika Zunumpari turadi. Sen shu yeshil darvozani qoqsang, oq kiyimlik bir qiz chiqib, sendan nima kerak deb so'raydi. "Menga Zunumpari kerak" degan. Ular kirib ketib, bir ozdan keyin 3 qiz chiqadi. Ular sendan "Sizga nima uchun Zunumpari kerak" deb so'raydi. Sen "Men taklifga binoan Parizatlar makoniga ziyoratga keldim. Zunumpariga rahmat aytmoqchiman" degan. Ular taklifnoma yozilgan taxtayni akirib ketib, 40 qiz chiqadi. Ular seni boshlab qasrga elib kiradi. Bir oz mang'andan keyin bir marmar eshik o'zligidan ochiladi. Eshikdan kirgandan keyin yerlarga chim yotqizilgan yop-yeshil bir maydonga chiqasan. Maydonning bir tarafi gullik, bir tarafi bog'. Gullikning o'tirisida bir ko'rak sahnasi bor. Uning naqshlangan ko'vriklarga xilma-xil nafs parda tutilgan bo'lib, pardaning ichidan Parizatlarning bazma, usul va har xil ko'rinishlari tushirilgan tam suratlari ko'rinib turadi. Gullikning oxiriga borganda yana bir yeshil eshik ochiladi. Bu so'g'idan otlashing bilan o'zingni tam to'g'risiri butunlay tosh aynakda yasalgan bir uyda ko'rasan. Oldinga, orqangga, ikki yeniga qarsang, o'xshash taxt ustida o'ltirgan, chiroyi shakli bir qalbda qo'ygandek 4 qizni ko'rasan. Sen kiribla udul o'ltirgan qizga salom ber. U Zunumpari, qolganlari uning aynakda aks etgan surati. Mana bu sana mening tutqan yo'lliqim. Buvay shundoq deb bir o'ralgan narsa bilan bir qapoqni berib ko'zdan g'oyib bo'pti. Bir non qapoqda suv bor ekan. Shahzoda nonni yeb, suvni ichibdi. Ammo non bir to'g'ram qolganda putilinib, qapoqdagi suvmi to'liqlanib qoldi. Shahzoda to'lim xushal bo'pti va buvay ko'rsatgan yo'l bilan safrini davom etibdi. Cho'ng o'g'il bilan chavandozlar uxlabdi. Ochliq va g'arg'inlikdan qanchalik uxlaganini o'zlari bilmabdi. Bir chaqda otlar kishnishib ketibdi. Ular uyg'onib qarasa, otlar quloqlarini ding tutib, bir tarafga qarab, nimadandir o'rkigandek, tuvoqlari bilan yerni tepib, chop-chup turg'udak. Shu asnoda yiroqdan bir top bug'maralning qechib kelayotganligi ko'zga chaliqibdi. Yigitlar otlarini minib otlanguncha bug'marallar ko'zdan g'oyib bo'pti. Ularning kaynidan bir jup yo'lvoz iz qo'g'lab kelayotgandak.
Chavandozlar o'qiyonlari bilan ikki yo'lbosni o'ltiribdi. Ular jam bo'lib, Shahzoda Nahimning yo'qligini sezibdi. Shahzodalar u yoqni izlabdi, bu yoqni izlabdi. Faqat topolmabdi. Amal yo'q, dadimizga nima dermiz deyishib, parishon bo'lishibdi. Axir chavandozlardan biri shahzodalarga tasalli beribdi. Xotirjam bo'linglar, shahzodalar. Shahzoda Nahimni cho'qim topamiz. Uni topmay podshoning oldiga borolmaymiz. Ammo shahzodani izlash uchun bizda darmon bo'lishi kerak. Quruq tog'or uyur turmagandek ochliqdan yiqilib qoldik. Shunga biz bir otni suyib yeyli. Mag'durimizga kelib shahzodani izlayli. Bunga qanday qaraysizlar? Bu maslahatni hammaylar ma'qul tepib, bir otni so'yib, go'shini kabob qilib yeyishibdi. Eshib qolgan qismini otlarga g'anjo'g'lab, shahzodani izlashga otlanibdi. Ular necha kun izlagan bo'lsa-mu, shahzodaning izdirkin ololmabdi. Ular manga bir do'nglik chiqib qarasa, osmon palak chang to'zon ko'tarib kelayotgan bir to'p otliq ko'rinibdi. Ular bargancha yaqinlabdi. Qarasa, dadisining lashkarlari ekan. Ularning ichida dadisi va vazirlar bor ekan. Ular ko'rishib, podsho ahvolni uqqandan keyin kenja o'g'lining ich og'riqida yoqsini yirtib, zar-zar yig'labdi. Vazirlarning tasallisi bilan g'azab tig'ni g'ilpiga selib, uch o'g'lini chavandozlar bilan qo'shib zindonga mahkum qilib, bir qancha yasovul bilan o'rdiga mangdirib yetib, o'zi yana bir oy izlabdi. Hech yerdan izdirikini ololmay o'rdiga qaytishga majbur bo'pti. Podsho butun shahardagi Qur'ondozlarni yig'ib, Qur'a soldiribdi. Qur'ondozlar ichidagi bir munajjim mundaq debdi: Keramlik ulug' shoir. Baxt mangusiligi yor, saltanat taxtlari mustahkam. Ul shunqorlari oqqo'lan makonida sayli tomosh qilib yurmoqda. 3 yilda didor ko'rishga nasib bo'lg'ay. Podsho 3 yil degan so'zni anglab, o'g'lining hayotligidan gumon qilibdi. Podsho shu kundan boshlab yurtqa nazir, g'arib g'urva, yetim yesirlarga sadiqa beribdi. 3 o'g'li va 16 navkardan boshqa zindonda yotgan barliq mahbuslarni ozod qilibdi. Endi shahzoda Nahimga kelsak, u uzun yo'llarni besib, Qizil darvozaga yetib ketdi. Uning ichiga kirsa, ikki tarafi osmon palaq qo'pirilgan tom bo'lib, o'tirsa yo'l ekan. Shahzoda ana shu yo'l bilan bir kun mang'andan keyin bir-biriga udul-mudul qarishib turgan ikki darvoza oldiga yetib ketdi. Har ikki darvozaning ichiga qarasa, shundoq go'zal, yashnab turgan bog' ekanki, uni har qanday odam ko'rmay ketishga ko'ngli unmaydi ekan. Shahzoda, "Buvoy aytgan ikki bog' mana mush bo'lishi kerak" deb o'ylab, ikki bog'ning ishki o'tirisida bog'larga mahliya bo'lib qarab turganda, so'l qo'l tarafdagi bog'ning osmonida bir qizil tumshuq qog'ining tinmay qaq-qaq qilib vahimli qoqildigan ovozi bilan tang, uning keyindan shiddat bilan qo'qlab kelayotgan bir qora qush ko'rinibdi. Shahzoda darhol o'qyani qora qushga challabdi. Shu asnoda qaga, uning keyindan qor qush so'l qo'l tarafdagi bog'ga sho'ng'ibdi. Bog'ning egiz temi to'sib olg'achqa, shahzoda qushlarni ko'rolmay, so'l qo'l tarafdagi bog'ning ishigiga qarab menibdi. Shu chaqda buvayning "So'l qo'l tarafdagi bog'ga kirib qog'uchi bo'lma" degan so'zi quliqining tubida anglagandek bo'lib, keyniga yenib, o'ng qo'l tarafdagi darvoza oldiga kelib, darvozani qiqibdi. Shu alla oq kiyimlik bir qiz chiqib so'rabdi: "Sizga nima kerak?" "Menga zo'nom pari kerak." Qiz untinsiz kirib ketibdi. Bir ozdan keyin 3 qiz chiqibdi. "Sizga nima uchun zo'nom pari kerak?" "Men taklifga binoan bu yerga ziyoratga keldim." U qo'lidagi xat yozilgan taxtayni qizlarga sunibdi. Qizlar taxtayni akirib ketibdi. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin darvoza ochilib, orqa-orqadan 40 qiz chiqib, ikki tarafda 20 dan radga tizilib turib, Nahimga salom beribdi. "Ey aziz mehmon,
qasrga marhamat qilg'aysiz. Nahim qasr ichiga kirib qarag'udek bo'lsa, boyning aytgandek manzarlar namoyon bo'pti. Nahim oxiri bir aynak uyga kiribdi. Uyning to'rt tarafida o'xshashli go'zal bir qizning simasi turg'idek. Shahzoda boyning so'zi bo'yicha udilga qarabdi. Salom, Malika Zunum Pari. Xush kelibsiz, aziz mehmon. Qani, bu yoqqa marhamat. Nahim beshini ko'tarib, qizga qayt salom beribdi. Qiz yuzidagi nefis chumbalni elib etib, Nahimga yaqin ketdi. Nahim qizning go'zal, latofatli ko'ziga bir beqibdi-da, xudini yo'qtib yiqilibdi. Qizmi Nahimga o'zini tashlab, hushidan ketibdi. Shu asnoda kinezaklar o'pir-to'pir bo'lishib, ularni gul suvi chechib hushiga keltiribdi. Nahim bilan Zunum Pari bir-biridan hal ahvol so'rashibdi. Andin Zunum Pari kinezakka shahzodani yuyundirib, xas sarpoy kiyindirishni buyuribdi. Bu kun xushal-xuramliq ichida kech bo'pti. Shahzoda Nahim xas hujraga joylashtirilibdi. Bu kechsi Nahim yetibla xiyol daryosiga g'arq bo'pti. Tova, men aqllarimdan ayrilg'ili 3 oydek bo'ldi. Ular meni izlab nima bo'lib ketgandi? Dadam, onam qanda qolg'i tushib qolgandi. Bu yerdan ketay desam, Zunum Paridan rishtimni o'zammasam. Ketmay desam, shoh otam, xonish onam, aqllarim mening dardu piroqimda tugishib ketsa. Bu chaqda men bu hayotlikning nima keraki? deganlarni o'ylab, oxir Zunum Parini aytay degan qaroriga keldi. Bu kechsi Zunum Parining ko'ziga uyqu kelmabdi. Dadam mening ko'nglimni deb yer yuziga charbog'ni bino qildirib berdi. Mana shahzoda Nahimni akaldim. Ammo ahmoqning aqli keyin keladi degandek, o'z vaqtida ota-onamga yurkimdikini nimishqa oshkorlamagan bo'lg'aydim. Endi nima derman? Shahzodani kessin desam, uning piroqida kuyayotganimga uzun bo'ldi. Uning ustiga bu palavon vafodar yigit ekan. Yo'q, buni ketkizmayman. İpini tepib, ota-onamga aytib, elib qolaman. Eng yaxshisi, oldi bilan harjatdan sanay. Tong etibdi. Shahzoda Nahim derazadan bog'ni tomosha qilib turib, 8 aquning qatorlashib uchib chiqqanligini ko'ribdi. Shu asnoda pari kinezaklardan biri uni yuzini yuvib olishga taklif qilibdi. Nahim kinezakdan 8 aqu to'g'risida so'rabdi. Oldida ma'g'ini muhofizatchilar boshlig'i, ikkinchisi bosh kinezak, uchinchisi Zunum Pari, qolganlari muhofizatchilar. Ota-onasi bilan ko'rishib, 1 soatdan keyin qaytib tushadi. Shahzoda Nahim yuzini yuvib bo'lgandan keyin bog'ni sayli qilibdi. U gullikda bir gulning ajoyib chiroyli echilganligini ko'rib, bu gulni Zunum Pariga tutish uchun endi uzib turishiga Zunum Pari qaytib tushibdi. Shu chaqda shahzoda Nahim gullikdan chiqibdi. Malikam, attigalikingiz xayrlik bo'lsin. Shoh otangiz, xonish onangiz sog'-salomat obdan turibdimi? Zunum Pari shahzodaga rahmat aytibdi. Andan Nahim qo'lidagi gulni Malikaga tutibdi. Malika o'z gullikida bundoq chiroyli gulning echilganligini ko'rmagan ekan. Bu sizning sharofatingiz, beg'imizning husniga husn qo'shilibdi. Zunum Pari shahzodani billi elib ziyofat zaliga kiribdi. Parizat qizlar o'z riti bo'yicha o'ltirishib g'izolanibdi. Andan sazlarni chelishib, naqshi aytib, usul o'ynashibdi. Zunum Parimi o'ynabdi. Navbat shahzodaga kelibdi. Bu chaqda sazni Zunum Pari chapdi. Shahzoda Nahim Zunum Pari chalgan har bir padiga shundoq kelishtirib o'ynabdiki, odamzod usulining go'zalligidan, manlikligidan parilarning og'zi echilib qolibdi. Ular shahzodani boshlab boqqa elib chiqibdi. Xushpuroq chechib turgan xilma-xil rangarang gulgiyohlarni, sup-suzik eqiyotgan suvlarni,
turli qushlarning surti tushirib naqshlangan peshayvonlarni, har xil navoda sayravotgan qushlarni tomosha qilishibdi. Kech kirganda o'z hollariga kirib ketishibdi. Shahzoda Nahimning yana uyqusi kelmabdi. U turli tuman xiyollar bilan tongni otqizibdi. Atsi Zulum Pari kinizaklarning hamrohligida Shahzoda Nahimning hujrasiga kirib ahvol so'rabdi. Ondan ular birlikda ziyofat zaliga kiribdi. Ziyofat zali burunqidan necha hassa ortiq bezalgan. Dasturxondagi nozu ne'matlarmi ko'paygan ekan. O'ldirish yana boshlanibdi. Sharab kayfida qizigan Zulum Pari hissiyatini bosolmay sozni elib g'azalxonlikqa o'tibdi. Sen uchun manzil qurib, aynakdan tog' yasadin. Yedlisun gülümni deb yo'l bo'yiga bog' yasadin. Ne uchundir kelmading, tishdan piraqingda kuyib. Har nafas bir yilga tang hijron bilan chog' yasadin. Baxsh etib oxiri visal hijronni baran ayliding. Jon qo'shib jenimga ham dardimga darmon ayliding. Yashnidi bu almazar husning bilan mehring bilan bir ömür billi o'tay ko'lbanni bo'ston ayliding. Shahzoda Nahim bu g'azalni anglagandan keyin aynakdog' azaldan bar narsa bo'lmasdan uni Malika Zulum Parining o'zi uchun bir manzil sifatida oprida qilganligini, uning o'zi bilan umr voyat billi o'tishga iroda bog'laganligini tushunib, Malikaga bo'lgan ishtiyoqi ulg'ayibdi. U sozni qo'liga elib, sozga tankash qilib, mo'no nazmini o'qibdi. Ey Pari, kulib beqib, aqlimni hayron aylading. Bo'ldi tan otash kabi, qalbimni gulxon aylading. Soyi soldi kirpiking, bo'stoni sagiyman desam, cho'g' silab shahlo ko'zing, ishqimni chandon aylading. Qoshlaring kamonidan etib qo'shumang o'qini, bağlığandı qıp əsir, zulfungni arqan eyledin. Can suyundi lalzarning yedidin xushbo'y elib, hem tutup söygü şarabi, şanu xandan eyledin. Ular taza maharet ko'rsatayotganda parizatlardan biri Qahnurshahning xushvatqanligini ko'rib qopdi-da, Malikaga xabar qildi. Malika darhol Shahzoda Nahimni yushirishni bir kinizakka topshirib, o'zi dadasini kutib olish uchun maydonda turibdi. Podshoh xonish bilan billa bir necha vazir arkonlarni elib tushibdi. Uning keli sababi mundoq ekan. Zulum Pari har kun attiganda salom berish uchun ota-onasining oldiga chiqadi ekan. Ammo 2 kundan beri salomga chiqmabdi. Qahnurshah va xonish ansirab bir xabarchini ahvol o'qib kelishga avatgan ekan. Xabarchi chorboq tushib, endi Malikaning huzuriga kirishga tamshilayotganda jang kiyimi kiygan parizatlar chiqib ketdi. Buni ko'rgan xabarchi darhol bir daraxtning ustiga chiqib olib, ahvolni kuzatibdi. Maydonga chiqqanlarni sanab baqsa, mush chorboqda turg'uvchilardan biri ortiq chiqibdi. U shu hamon o'rniga qaytib, podshoh ko'rgan ahvolni bayon qildi. Buni anglagan Qahnurshah xonishini elib, qizining chorbiqqa yetib ketdi. Qizim, bu bog'ning hamma yeridan odamzotning hidi kelyotadi-ku. Jinim qizim, nemish bo'lgan bo'z qo'qmay aytayver. Uylikni qarg'a ko'mgili bo'lmagandek, qiyiqishnimi yushirib qog'ili bo'lmaydi. Qiyiqish 40 yilda bilinar degan gap bor emasmi? Rostchilik yuzingni yo'riq qiladi qizim. Ulug' shahzoda, bir qo'sh qaynimizdan kessingiz aytaman. Qaynimizdan degining nemisi? Sendan boshqa yana kimning qaynidan kechiman? Shahzoda, mendan boshqa yana bir odam bor. Qahnurshah qizining ko'zidan yepi uzilgan marjondek yosh to'kilayotganligini ko'rib, uningga ma'qul bo'pti. Malika yushirib qo'ygan joydan Shahzoda Nahimni boshlab kelib, dadasiga to'g'ri qildi. Keramlik shahzoda, mana mushi odam g'amxo'rlik qilg'aysiz. Shahzoda Nahim Qahnurshahga hurmat bilan salom beribdi
va Shahning peshini ko'ziga surtibdi. Qahnurshah Shahzoda Nahimning qaddi qomatiga, chiroyliqligiga hayron qopdi. Uning qoida usulliq, adablik harakatlarini ko'rib, bu oddiy odamlardan emasdek qiladi deb o'ylab, qizining haramxonasiga boshlab kirib, suhbatlashibdi. So'zlashgan sari podshohning chiroyi echilib, shahzodaga havaslanib qarab turib, "Mening shundoq bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa" degan so'zning qandoqlarcha og'zidan chiqib ketganligini o'zimi bilmay qopdi. Dadasining og'zidan mundaq gapning chiqishi bilan Zonim Pari so'z echibdi. "Dada, meni apoqib bu yigitni ep qolgan bo'lsangiz." "Qizim, odamzod bevafo keladi. Har qanday ham xiyolda bo'lma." Shahzoda Nahim bularning nima deyishayotganligini uqolmay, birda shohqa, birda xonishqa kim gap qilsa, shuning og'ziga qarab o'ltiribdi. Shahzodaning buningdan biroz bearomlik his qilayotganligini sezgan Qahnurshah shahzodaga debdi: "Shahzoda, biz keyin yana so'zlashaylik. Siz chiqib aramolg'ashtiring." "Bozorgo'rim ota, mehribonim ona. Men tug'ilib hozirgacha sizlarning siziqinglardan chiqmadim. Mening sizlardan bir nafasma ayrilib, yer yuzida turg'im yo'q. Biroq uzundan beri sizlarda yurib kelgan bir sirim bor edi. Qizlik numsum tufayli bu sirni oshkorlashga xijil bo'lgan edim. Endi aytmasam bo'lmaydigan bo'ldi. Buningdan 2 yil ilgari tug'ilgan kunimda yer yuzida o'tkazish uchun kenizaklarimni elib tushganimda bu yigitni ko'rib qoldim. Bu yigit odamzod dunyosidagi bir podshohning o'g'li bo'lib, dadasi bilan shikarga chiqib, o'zi ayrim ov qilib yurgan ekan. Shundan tartib bu yigitga oshiqib beqaror bo'ldim. Bu asnoda bu yigitga devlarning hujum qilmoq bo'lib kelayotganligini ko'rib qoldim-da, uningga xiyim xatar yetib qolmasligi uchun kenizaklarim bilan billa devlarga qarshi jang qildim. Devlar chekindi. Qarsam shahzoda yo'q. Men uni devlar o'ltirayotdi-mu qandoq deb andishi ichida yig'lab o'ltirsam, oldimda bir oppoq soqol bo'y paydo bo'ldi. U menga: "Shahzoda hayot, yig'lamag'in. Sen avtog'ning ustini tuzlab, aynak yatqizib, bir aynak tog' bino qil. Bir tik chinor ko'chati tikib, uningga shahzodani Parizodlar makonini ko'rib ketishga taklif qilingan bir xat yozib esib qo'y. Shahzodaning ismi Nahim. Ondan mushu o'ltirgan joyiga bir bog' yasab, shahzodani mushu joyda kut. Sen har kuni ota-onangga salom bergili chiqqanda aynakka qarab o't. Kunlarning birida u seni izlab mush yerga keladi dedi. Shunga men aynak tog' bino qildim. Hem devlarning yer yuziga bog' bino qilganligini bahona qilib turib, ularga qarama-qarshi bu bog'ni bino qilishni sizlardan iltimos qildim. Bu iltimosimni o'rindab berdinglar. Bu yigit oxir meni izlab keldi. Agar odamzod bevafo bo'lsa, bir parcha taklifnomani ko'ribla, shuncha xiyim xatarlarga qaramay bu yerga kelarmidi? Qizim, ikkinglarning yo'ltuzinglar qo'shilgan bo'lsa, taqdirning bu bekitishini bekor qilib etishga haddim yo'q. Bo'pti. Qalsi qasun. At salomga chiqqaningda bu yigitni billa elib chiq. Shah xonishini elib o'z o'rtasiga chiqib ketibdi. Zonim Pari bu xushalliq tantanasiga alohida bazm uyushtiribdi. Atsi Pari kenizaklar shahzodani ko'tirib, Zonim Pari bilan billa Qahnurshahning huzuriga elib chiqibdi. Malikaning ota-onasi shahzodani qizg'in qarshi olibdi. Shahzoda mehmondorchilik ichida Zonim Pari bilan o'ynab kelib yuribdi. Qahnurshah bir oydan keyin tayyorlik qilib, 40 kech kunduz to'y o'tkazib, qizi Zonim Parini shahzoda Nahimga beribdi. Murodiga yetgan Zonim Pari bilan shahzoda Nahim to'ydan keyin bog'da turibdi. Bir kuni shahzoda Nahim g'amgin bo'lib qopdi. Buni ko'rgan Zonim Pari shahzodadan so'rabdi: "Shahzodam, nima bo'ldingiz? Biroz parishon ko'rinasiz-ku. Biror yeringiz og'rimagandi?" "Yo'q, malikam. Men ota-onamdan ayrilg'ili 3 yil bo'lay deb qoldi. Yosh bola edim. Bir tom xat tartib yigit bo'ldim. Hatto siz bilan to'y qilib,
bir jup bo'ldim. O'yin kulka, xushal xuramliq ichida umr surdim. Biroq ota-onam, og'aylarim, urug' tuqqanlarim mening dardimdan nim bo'lib ketgandi. Agar siz meni yaxshi ko'rsangiz, dadingizdan ijozat olsangiz, mening ota-onamni ko'rib kelsak. Sunum pari shahzodaning talabini dadisi Qahnurshahga yetkazibdi. Qizim, Shahzoda Nahim aqlliq bola ekan. Ota-onasini yodidan chiqarmabdi. Uning ota-onasi bo'lgandan ularning huzuriga berishi, ularni judolik dardidan xalos qilish kerak. Seningmi belli berib, qaynonangni, qaynog'ilaringni ko'rib kelishing, u yerda kelinlik burchini ado qilishing, ularning roziligini elishing kerak. Shah otasidan rozilik olgan Malika shahzoda bilan uning yurtiga beribdi. Ular o'rniga tushganda ota bolalar quchoqlashib ko'rishibdi. Xushalliqda akalarini topolmagan shahzoda Shah otasidan so'rabdi. Shah ota, akalarim qayni? Chavandozlarim nega ketdi? Ular boshqa yerdimi? Akalaring sana yaxshi qarmaganligi uchun chavandozlar bilan birga zindonga tashlangan. Yo'q dada, yo'q. Gunoh menda. Akalarimmi, chavandozlarmi gunohsiz. Men ularga demay ketib qolgan. Akalarimni chiqarib bersangiz, ulardan rozilik elib olsam. Padishah akalarini chiqarib beribdi. Akalarim, meni kechiringlar. Men sababli sizlarni uvolchilikda qo'yibdiman. Jenim ukam, undoq demagin. Salomat kelgan bo'lsanglar, biz shuningga xushal. Shunda qilib, aka-ukalar jam bo'lishibdi. Xushallik ustiga xushallik qo'shish uchun podshoh atrofdagi 3 podshohlikqa elchi avatib, 3 o'g'ilni o'ylab qo'yibdi. To'yga Qahnurshahni taklif qildi. Ular to'y xushalligidan keyin mundaq maslahatga kelishibdi. Shaholilari, balalar bir oy sizning qishingizda, bir oy bizning qishimizda tursa, qandoq deysiz? Qahnurshahning bu talbiga Ahmad Shah ma'qul bo'pti. Malika Zulunpari kinizaklari bilan birga Ahmad Shah o'rdisida qapti. Qahnurshah shodiyani sado ichida uzabdi. Shunda qilib bir oila bo'pti. Judoliklar tugab, murod maqsadlar hosil bo'lib, baxt qushi sayrabdi.